Birinchi qism tugadi. 1097-yil Suriya chegarasidagi cho'ponlar uzoqdan yaqinlashib kelayotgan otliqlarni ko'rib ajablanishdi. Islom olamini qirg'in qiladigan kuch yaqinlashayotganini ular hali bilishmasdi. Tarixda birinchi salb yurishi deb nomlangan bu hujum Quddusni qo'lga kiritish bilan birga minglab musulmonlarning hayotiga zomin bo'ldi. Salbchilar uchun bu eng qulay davr edi. Islom olamida tarqoqlik yuzaga kela boshlagan. O'z vaqtining eng ilg'or rahbarlari hayot bilan vidolashgan. Yangi rahbarlarda esa tajriba, mahorat yetishmasdi. Uyushqoqlik yo'q edi. Ayni shu davrda umuman kutilmagan dushman paydo bo'ldi. G'arbiy yevropalik salbchilar. Islom xalifaligi Yevropadan dushman kelishini u paytda xayoliga ham keltirmagan edi. Musulmonlar avvaliga hatto ularni kimligini ham bilishmadi. Xoynahoy yana chegara uchun jang qilish istagidagi Vizantiya imperiyasi bo'lsa kerak degan xayolga borishdi. Vaholanki bu armiya diniy maslaklar bilan G'arbiy Yevropadan yo'lga chiqqan bo'lib, Quddusga hujum boshlagandi. Tarixda qon bilan yozilgan sahifalar ko'p uchraydi. Ammo 15-iyul 1099-yil ro'y bergan qonli to'qnashuv tarixni ham lol qoldirdi. Shu kuni salbchilar Quddus shahriga kirishdi. Katta qirg'in boshlandi. Salbchilar musulmonlarni ayovsiz qirib tashlashdi. Hatto xotin-qizlarga, bolalarga ham shafqat qilinmadi. Salbchilarning Urban II-ga yozgan maktubidan: Agar Quddusda nima ro'y berganini bilishni istasangiz, gaplarimizga ishoning. Shaharda tirik jon qolgani yo'q, qon daryo bo'lib oqdi. Hatto otlarimiz tizza bo'yi qon kechishdi. Muqaddas shaharga kirgan salbchilarning bu qadar yovuzlikka qo'l urishi Pop Urban II-ning qarori bilan bog'liq. U salbchilarga Quddusda boylik va'da qilgandi. Nimaki egallansa, bari sizniki deb aytgandi. Salbchilar mahalliy aholining uyiga kirishda o'z qalqonlarini eshikka osib qo'yardilar. Bu uy endi barcha jihozlari bilan qalqon egasiniki hisoblanardi. Quddusda tirik jon qoldirilmadi. Hatto nasroniylarning shahardagi g'arbiy oqimi pravoslavlar ham qilichdan o'tkazildi. Salbchilarda rahm shafqat tushunchasi qolmagandi. Tarix varaqlarida shunday yozilgan: Yaralangan aholiga o'liklarni bir joyga yig'ish buyurildi. Shu qadar ulkan tepalik hosil bo'ldiki, insoniyat avval ham bunga guvoh bo'lmagan, keyin ham guvoh bo'lmasa kerak. Salbchilarning qonxo'rligi islom olamini larzaga soldi. O'sha davr shoirlari ham bu haqda juda ko'p she'rlar yozishgan. Arab adabiyotida 10-asr she'riyati musulmonlarning eng qora kunlari, arab minbalarida farangiylar deb atalgan salbchilarning yovuzliklari, yosh qizlarning zo'rlangani, ayol va bolalarning qul qilib 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha erkaklar ayovsiz o'ldirilgani haqidagi mavzular bilan to'lib toshgan. O'sha davrning deyarli hamma arab shoirlari salbchilarni yomonlash bilan birga islom olamining nega birdan bu qadar zaiflashib qolganiga ham sabab izlashgan. Qon bilan yosh oqdi qora ko'zlardan, mehr muruvvat tark etdi bizlarni. Oqbadan go'zallar, o'tinch sizlardan erlar yig'lamoqda.
yoping yuzlarni. Birinchi salb yurishi tugadi. Nasroniylik bayrog'i ostida jang qilgan 100 mingga yaqin salbchilarning aksariyati katta g'alaba bilan birga islomiy hayot haqida ma'lum tasavvur to'plab Yevropaga qaytdi. Salbchilarning 20 mingga yaqin vakillari esa Quddusni va Quddus atrofidagi shaharlarni boshqarish, uni yana musulmonlarga berib qo'ymaslik uchun shu yerda qolishga qaror qilishdi. Himoyalanish oson bo'lsin degan maqsadda ular qal'alar qurishga kirishdi. Salbchilar islom o'lkalarida juda ajoyib qal'alar qurishgan. Bu qal'alar mustahkamligidan to hozirgi kungacha yaxshi ahvolda saqlanib qolgan. O'sha davrlarning boshqa inshootlari bugungacha yetib kelmagan. Salbchilarning qal'alari hali ham savlat to'kib turibdi. Suriyadagi Krag de Chevalier fikrimni tasdiqlashi mumkin. So'zma-so'z tarjima qilganda ritsarlar qal'asi degan ma'noni anglatuvchi Krag de Chevalier Damashq shahridan 130 kilometr shimolda joylashgan bo'lib, salbchilar qal'asini qamal bilan olish qanchalik qiyin bo'lganini hozir ham bildirib turibdi. Bir necha kilometr qal'adan kaftagidek ko'rinib turgan. Qal'a ham shu qadar kattaki, uzoq-uzoqlardan ham u yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu esa yaqin atrofdagi boshqa qal'alar bilan olov, tutun yordamida xabar almashish imkonini bergan. Qal'a dushman hujumidan saqlanish uchun barcha zarur ashyolar bilan ta'minlangan. Ammo bu qal'alar qanchalik haybatli ko'rinmasin, ichkaridagi hayotga havas qilib bo'lmasdi. Soqchilar doimiy kuzatuvda, qal'aning butun aholisi esa doimiy vahimada yashashgan. Kimdir ichkariga oshib tushadi yoki devorlar tagiga portlovchi moddalar ko'mib, qal'aga zarar yetkazadi degan xavf ularga tinchlik bermasdi. Sababi, tashqaridagi aholi ularni yomon ko'rardi. Salbchilar qal'a ichiga berkinib kun ko'rishga majbur bo'lishdi. Salbchilar islom savdogarlari bilan bir necha marta ittifoq tuzishdi va har safar uni buzib, savdogarlarni talashni odat qilishdi. Qal'a yonidan o'tgan savdo karvonlariga omonlik berish haqida kelishuv tuzilgan bo'lsa-da, salbchilar ularni talashni, mol-mulklarini tortib olishni to'xtatishmasdi. Yaqin Sharq mamlakatlaridagi mol-mulklar salbchilarni dovdiratib qo'ydi. Ular Yevropadaliklariga tushlariga ham kirmagan narsalarni islom o'lkalarida uchratib ko'zlariga ishonishmasdi. Ipak, oltin, zeb-ziynat, noz-ne'mat ularni bari salbchilar uchun chinakam yangilik bo'ldi. Bu narsalar Yaqin Sharq o'lkalarida shunchalik ko'p ediki, salbchilar ularni asta-sekin Yevropaga tashiy boshlashdi. Yevropa birinchi marta sifatli ipak matolar bilan tanishdi. Salbchilar chinakam savdogarlarga aylanib ketishdi. Ular islom o'lkalarida kuch bilan qo'lga kiritgan narsalarini Yevropaga olib borib pullashga kirishdi. Bu esa Yevropada islom o'lkalaridagi hayot tarziga qiziqish uyg'ota boshladi. Salbchilar o'tgan-ketgan karvonlarni talab kun kechirayotgan bir paytda islom rivojlanishdan to'xtab qolgani yo'q. Muhammad alayhisalom keltirgan xabar hamon dunyo kezishda davom etardi. Masjidlar ko'paya bordi. Me'morchilik, adabiyot, san'at va madaniyat sohalarida ilgarilab ketgan musulmonlar jamiyati chin islom asosidagi ittifoqni yanada mustahkamlashga kirishdi. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر Iymon katta saltanatga asos soldi.
Islomiy madaniyat bu saltanat hayotini go'zallashtirdi. Butun bir saltanatni birlashtirib turgan narsa savdo hisoblanardi. Musulmonlar savdoga ham xuddi ilm kabi munosabatda bo'lishdi. Natijada yangi kashfiyotlar ixtiro qilina boshlandi. Tarix birinchi marta pul o'rniga chek yozib berish holatiga guvoh bo'ldi. Arablar shak deb atagan bu qog'oz parchasi Ispaniyada yozilgan bo'lsa, hech qiyinchiliklarsiz Hindistonda ham pulga aylantirilishi mumkin edi. Ma'lum bir qiymatga ega chek yozib berilishi islom savdogarlarining ishini ancha osonlashtirdi. Bu xuddi hozirgi markazlashgan bank tizimiga o'xshab ketardi. Endi pullarni davlatdan davlatga tashib yurishga ehtiyoj qolmadi. Bu esa davlatlararo ishonch, kelishuv mavjudligini bildirardi. Bu pulni ham qiymatini oshirdi, savdogarlarni xavf-xatardan qutqardi. Pul endi xuddi mol-mulk kabi bu yil Samarqanddan Kordobaga borib, keyingi yil yana ortga qaytmasdi. Chek tizimi oddiy aholi orasida ham ishonch tuyg'usi kuchayishiga sabab bo'ldi. Musulmon savdogarlari esa o'rta asrning eng mohir savdo odamlariga aylanishdi. Islom faqat savdo sohasida emas, balki boshqa sohalarda ham muvaffaqiyat qozona boshladi. Forslardan po'latga ishlov berish sirlarini o'rgangan Yaqin Sharq temirchilari o'rta asrlarda dunyoning eng mohir ustalariga aylanishdi. Damashqda ishlangan qilichlar esa to bugungacha jahonning tengsiz qilichlari sanaladi. Ammo islom olamining o'sha davrdagi eng katta muvaffaqiyati to'qimachilik sohasida erishgan yutuqlar hisoblanadi. Aynan shu sabab Yevropa musulmonlarining ipak, paxta va boshqa to'qimachilik mahsulotlariga katta talab vujudga keldi. Bu o'rta asrlardagi eng mukammal ishlab chiqarish sanoati sanalardi. Musulmonlar uni har tomonlama keng yo'lga qo'ygan edilar. Ular faqat mato ishlab chiqarish bilan chegaralanmay, uni savdoga chiqarish, eksport qilish bilan ham shug'ullanishardi. Islom o'lkalarining iqtisodiyoti ham asosan shu sanoatga bog'liq sanalardi. Yevropaliklar dag'al kiyimlarda yurgan bir paytda islom o'lkalarida ancha murakkab va juda mukammal to'qish uskunalari ixtiro qilindi. Bugun inglizlar ishlatadigan Damask, Taffata kabi fabrika bilan aloqador so'zlar o'sha davr ta'siri sifatida hozirgi kungacha saqlanib qolgan. Islom olamida to'qilgan matolar o'z davriningina emas, balki shu kungacha to'qilgan matolarning eng yaxshilari sanaladi. Maxsus to'qish uskunalari faqat bitta yoki bir nechta ipni bir-biriga chachishtirish bilan chegaralanmay, unga ipak aralashtirish, oltin zarlar bilan bezak berish, ba'zi hollarda esa faqat ipak va paxtadangina mato to'qish imkoniyatiga ega edi. Bu yuqori sifatli matolar Yevropada katta qiziqish uyg'otdi. Yevropaning boyvachcha tabaqalari, shu jumladan cherkov ham islom o'lkalaridan matolar sotib olishni odat qildi. Hayot bilan vidolashgan zotlarini qabrga qo'yayotganda ham nasroniy cherkovlari islomiy o'lkalarning sifatli matolaridan foydalanadigan va marhumlarni shu matolarga o'raydigan bo'lishdi. Ba'zan Qur'on oyatlari bilan bezak berilgan matolar ham qo'llanila boshlandi. Shu sabab o'rta asrlarda chizilgan ko'plab cherkovga qarashli ikonalarda Qur'on oyatlari yoki hadislar yozilgan matolarni uchratish mumkin. Italiya uyg'onish davri musavvirlari tomonidan chizilgan suratlarda Bibi Maryam tillo bilan bezak berilgan juda chiroyli ipak sharflarga o'ralgan holda aks ettirilgan. Eng ajablanarlisi, bu sharflarda ba'zan arabcha yozuvlar, Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning payg'ambari degan so'zlar yozilganiga guvoh bo'lasiz. Nasroniylar bilan 100 yilga yaqin jiddiy to'qnashuvlar olib borgan salbchilarning ketma-ket hujumlaridan ancha aziyat chekkan islom olami nihoyat yana o'z obro'sini tiklay boshladi. Yevropa tarixchilari tomonidan ko'p tilga olingan va G'arbda Salohiddin deb nom qozongan islom qo'mondoni Salohiddin Ayyubiy Hazrat Umardan keyin Quddus shahrini fath etdi. 100 yillik tanaffusdan so'ng muqaddas shaharda yana islom bayrog'i ko'tarildi. Salohiddin haqida men shuni aytishim mumkinki, u juda iste'dodli sarkarda bo'lgan. To'g'ri, u din sohasida ham aql, bilim, dunyoqarash sohalarida ham o'z davrining
tengsiz odami bo'lgani aniq. Islom qo'mondonlari orasida Salohiddin alohida ajralib turgan. 1187-yil Salohiddin 12,000 jangchisi bilan Quddus shahrini ozod qilishga kirishadi. Salkam 100 yildan beri shaharga egalik qilayotgan salbchilar shahar himoyasi uchun Quddus tashqarisiga chiqishga qaror qilishadi. Salohiddin va uning askarlari salbchi ritsarlar bilan shahar yaqinidagi Xatin tepaligida ro'baro kelishdi. 3-iyul kuni kechga yaqin ikki qo'shin Xatin tepaligining ikki yonini egallashdi. Quddusning atrofi qovjiragan dashtdan iborat edi. O'rta asrlar, Yaqin Sharq, u kabi joyda bir qultum suv tog'dek oltindan ham afzal ko'rilishi tabiiy. Atrofga qorong'ulik tusha boshlagach, Salohiddinning jangchilari qovjiragan o'tlarni yoqib yuborishdi. Kuchli shamol olovni tezlik bilan Xatin tepaligiga hayday boshladi. Salbchilar olovdan qochib, Salohiddinning jangchilari qurshoviga tushib qolishdi. Olov asta-sekin pasayishga tushdi, ammo jang endi qiziy boshlagandi deb yozadi Salohiddinning kotibi. 3 ta xudoga sig'inuvchi dushman 3 ta otash qurshovida qoldi. O't, alanga, chanqoq va o'qlarning olovli harorati ularga yopirildi. Salbchilar armiyasi bitta qo'ymay qirib tashlandi. Xatin tepaligidagi g'alaba Salohiddinning eng katta muvaffaqiyati sifatida tarixdan joy oldi. Salbchilar yengildi. Endi Quddusni ozod qilish mumkin edi. Chindan ham oradan 3 oy vaqt o'tgach, nasroniy poplari Salohiddinga shahar kalitini topshirishdi. Oradan salkam bir asr vaqt o'tib, muqaddas shaharda yana azon yangray boshladi. Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Salohiddin shahar aholisiga shaharda istiqomat qilayotgan nasroniylarga rahmdillik ko'zi bilan qaradi. Ularga muqaddas Saplikl cherkovida odatiy ibodatlarni davom ettirishga izn berdi. Shaharda qolishni istagan nasroniylar o'z ibodatlarini erkin davom ettirishlarini, shahardan ketishni xohlagan nasroniylar esa bor mol-mulklarini olib shaharni tark etishlari mumkinligini e'lon qildi. Salohiddinning bu qarori nasroniylarga, umuman boshqa din vakillariga ko'rsatgan munosabati hammani qoyil qoldirdi va u tez orada butun Yevropada obro' qozondi. Ammo Salohiddinning salbchilar ustidan qozongan ajoyib g'alabasi ham, nasroniylarga ko'rsatgan haddan ortiq mehribonliklari ham g'arbning sharqqa bo'lgan g'ayrligini kamaytirmadi. Nasroniylar cherkovi boshchiligida Yevropa yana bir necha bor salb yurushlari uyushtirdi. Ammo ularning hech qaysinisi islom olamiga birinchi salb yurishi kabi katta zarar yetkaza olgani yo'q. Oradan vaqt o'tgani sayin islom o'lkalari salbchilardan tozalana boshlandi va ularning hammasi Yevropaga qaytib ketishga majbur bo'lishdi. Yaqin Sharq davlatlarida esa salbchilardan yomon ot bilan birga huvillab yotgan qal'alar qoldi xolos. Yevropaga islom katta ta'sir ko'rsatdi. Salbchilar islom o'lkalaridan mol-dunyo ko'pligi, sifati va ishlab chiqarishning mukammal tarzda yo'lga qo'yilganidan hayron qolishdi. Yaqin Sharqda bir necha yil istiqomat qilgan salbchilar Yevropaga o'zlari bilan yangi madaniyat, yangicha hayot tarzini olib borishdi. Masalan, ular endi ovqat borasida ham ancha didli bo'lib qolishgandi. Taomlarga qalampir, murch va shu kabi ziravorlar qo'shib yeyishni odat qilishdi. Yuvinish uchun dengizga tushib chiqish bilan chegaralangan salbchilar islomiy o'lkalarda maxsus hammomlarga guvoh bo'lishdi. Sovun ishlatishni o'rganishdi. Yevropa ham aynan salbchilar bahona sovun bilan tanishga muvaffaq bo'ldi. Salibchilarning katta o'zgarish bilan Yevropaga qaytishi nasroniy o'lkalarda islom olamiga bo'lgan qiziqishni kuchaytirib yubordi. Sharqning hayot tarzi, ixtirolari, yangiliklari Yevropani shunchalik hayron qoldirdiki, musulmonlardan o'rganishga, ularni har bir yangiligini o'z yurtlarida tatbiq qilishga kirishdi. Yevropada arab olimlarining kitoblarini o'qish va tushunishga harakat boshlandi. Ular sharq tillarini, xususan arabchani o'rganishga jiddiy bel bog'lashdi.
Til bilan bog'liq to'siq olib tashlanganidan keyin islom o'lkalaridan nafaqat mol-mulk, balki ilm-fanga oid yangi izlanishlar, turli mavzudagi qimmatbaho kitoblar ham g'arbga tashib ketila boshlandi. Yevropa islomni diqqat bilan o'rganishga kirishdi. Italiyalik buyuk dinshunos Thomas Aquinas islomning g'arb taraqqiyotiga qo'shgan hissalari haqida gapirar ekan, Yevropada uyg'onish davri Renessans islom ta'sirida vujudga kelganini ta'kidlaydi. Uyg'onish davrining eng buyuk musavviri sanalmish Rafael qalamiga mansub g'arbning buyuk olimlari deb atalgan suratda Yevropada Averroes, bizda Ibn Rushd nomi bilan tanilgan faylasuf olim Platon va Aristotel bilan yonma-yon aks ettirilgan. Islom dunyoning istalgan sivilizatsiyasiga qaraganda ko'proq obro' qozondi. Biron bir imperiya, biron bir qirollik yo'qki, islom saltanatidan afzal qo'yilish tugul unga tenglashtirilsa. Jahon tarixi islom misolida birinchi marta ideal hukumat shohidiga aylandi. Ammo bu saltanat uzoq umr ko'rish baxtiga muyassar bo'lmadi. Endigina Yevropa bosqinchilaridan qutulib, salbchilarni butunlay mag'lubiyatga uchratgan islom saltanati boshqa bir baloga ro'baro bo'ldi. Hatto salbchilardan ham yovuzroq yangi dushman tashrifi, kutubxonalarning yoqilishi, musulmonlarning ayovsiz qilichdan o'tkazilishi va islom olamining ayanchli mag'lubiyati bilan yakun topdi. G'arbdan emas, sharqdan bosh ko'targan bu bosqin tarixda Mo'g'ul istilosi deb nom oldi. Islom olamiga katta zarar yetkazgan Mo'g'ullar armiyasi hozirgi Mo'g'uliston hududida yashagan ko'chmanchi qabilalar ittifoqidan iborat edi. 13-asrga kelib, bu ittifoq hozirgi xaritada Ukrainadan Xitoygacha bo'lgan hududni qamrab olishga muvaffaq bo'ldi. Keyin esa islom saltanatiga hujum boshlandi. Iymonli, madaniyatli va bilimli musulmonlarga solishtiradigan bo'lsak, Mo'g'ullar eng yovvoyi odamlarga tenglashib qoladi. Ular sovun ishlatish tugul, baxtimiz ketib qoladi degan xavotirda umuman yuvinishmasdi. Chanqab qolishsa otni oyog'ini yorib qonini ichishardi. Keyin esa hech narsa bo'lmagandek yana shu otni minib yuraverishardi. Agar ot o'lib qolgudek bo'lsa, xomligicha go'shtini yeyishar. Keyin esa yana boshqa otga minib safarlarini davom ettirishardi. Musulmonlar uchun islom tarixidagi eng katta ofat Mo'g'ullar istilosi bo'ldi. Aytishlaricha, Eron hukmdorlaridan biri Mo'g'ullarni qo'rqitib qo'yish uchun ular jo'natgan elchini o'ldirtirib yuborgan. Bu esa Mo'g'ullarni battar yovuzlashtiradi. Ular Eron hukmdoridan ayovsiz o'ch olishadi va butun bir shaharni qilichdan o'tkazishadi. Barcha binolar buzib tashlanadi, shahar yoqib yuboriladi. Shuning uchun Mo'g'ullar istilosi deganda odamlarni boshidan qurilgan ulkan ehromlar ko'z oldimizga keladi. Aslida ham shunday. Mo'g'ul hukmdorlari bir necha bor bunday ehromlar qurishgan. Mo'g'ul armiyasi Mo'rmalaxdek atrofni egallay boshladi. Osiyo qit'asidagi katta hudud qo'lga kiritilgach, navbat islom saltanatiga yetib keldi. Tarix 1257-yil 10-fevralni yaxshi xotirlaydi. Shu kuni Mo'g'ullar Bag'dod shahriga bostirib kirishdi. Arab solnomalarida yozilishicha, Bag'dod hali bu kabi istiloga guvoh bo'lmagan. Mo'g'ullar 10 mingga yaqin musulmonni qilichdan o'tkazishdi. Ilm o'chog'i sanalgan masjidlar va kutubxonalar yoqib yuborildi. Noyob qo'lyozmalarning barchasi olovga tashlandi. Islom olami katta talofatga uchradi. Mo'g'ullar 50 yil ichida islom xalifaligini yo'qotishdi.
Mo'g'ul imperiyasi islomga qarshi bosh ko'targan birinchi imperiya emasdi. To'g'ri, ular islom olamiga juda katta zarar yetkazishdi. Abbosiylar xalifaligini ag'darishdi, ammo ilohiy xabar baribir saqlanib qoldi. Muqaddas din yo'qolib ketgani yo'q. Allohu akbar, Allohu akbar. Yevropa mo'g'ullarni keyinchalik islom dinini qabul qilgan va islomni qayta tiklanishiga katta hissa qo'shgan deb hisoblaydi. Bu xato fikr. Boburiylar saltanati ham, turk mamluklari ham yevropaliklar o'ylaganidek mo'g'ullarga aloqador emas. Islom iymon ittifoqining kuchi tufayli keyinroq yana oyoqqa turishga muvaffaq bo'ldi. Islom juda murakkab davrni boshidan kechirdi. Ammo Mo'g'ullar imperiyasining uzoq davom etmaganligi uni yana oyoqqa turg'izdi. Inson bosh chanoqlaridan qurilgan tepaliklar o'rnini tez orada yana go'zal masjidlar, madrasalar egalladi. Islom endi arablargagina qarashli din hisoblanmasdi. U faqat arab xalifalari, arab qo'mondonlari tomonidan emas, balki endi boshqa millatlar, boshqa xalqlar tomonidan ham boshqarilishi mumkin edi. Bu sharaf birinchi bo'lib Xorazm shohlar avlodi sanalgan ko'chmanchi turklarga nasib etdi. Usmonli turk xalifaligi qad rostladi. Usmoniylar Usmoniylar g'arbiy Turkiyada, Anatoliya vodiylarida oyoqqa turishdi va asrlar davomida butun turk yerlariga egalik qilish uchun jang olib borishdi. Jahon tarixida eng uzun hukmronlik qilgan bu sultonlik Saljuqiylarga qarshi bosh ko'targan O'g'iz qabilalaridan boshlandi va salkam 7 asr davom etdi. Usmoniylar nomi bilan butun g'arbiy Osiyoga egalik qilgan ittifoqqa 13-asr oxirlarida Usmon bey asos soldi. Rivoyatlarga qaraganda, izdoshlarining bu qadar katta kuchga aylanishi Usmonga tush orqali bildirilgan. Sehrli daraxt. Shu qadar ulkan daraxtki, ildizlari atrofga mahkam o'rnashgan, mingdan ortiq shoxlari esa butun bir vodiyga soya solib turibdi. Usmonning ta'biriga ko'ra bu daraxt Usmoniylar saltanatiga, uning mingdan ortiq shoxlari esa dunyoga soya soladigan Usmoniylar avlodiga qiyoslangan. Rivoyatlarga ishonishni ham ishonmaslikni ham bilmaysan. Bir tomondan qaraganda buyuk bir saltanat asoschisining ertaklardagi kabi tush ko'rishi kulgili. Ikkinchi tomondan qaraganda tush o'ngidan keldi. Usmoniylar saltanati bir vaqtni o'zida 3 aka hukmronlik qildi. Usmoniylarni daraxtga, dunyoni vodiyga o'xshatadigan bo'lsak, chindan ham ulkan daraxt vodiyga ancha vaqt soya solib turdi. Usmonning izdoshlari Usmoniylar deb atala boshlandi. Usmoniylar esa o'zlarini g'oziy, iymon jangchilari deb e'lon qilishdi. Ularning maqsadi islomni yagona ittifoq sifatida qayta tiklash edi. G'oziylarni o'z xohishi bilan yollangan erkin jangchilarga o'xshatish mumkin. O'limdan ham qo'rqmaydigan va o'z jonidan ko'ra saltanat taqdiri uchun qayg'uradigan bu jangchilar eng xavfli sharoitlarda ham mardonavor kurashishgan. Buning natijasida Usmoniylar armiyasi qo'rquv nimaligini bilmaydigan armiya deb sifatlana boshlangan. Usmoniylar islom bayrog'ini baland ko'tarishni g'arb o'lkalarini fath qilishdan boshlashdi. Usmoniylarga sharqiy va shimoliy tomondan chegaradosh hududlar musulmonlarga qarashli edi. Musulmonga qarshi qilich ko'tara olmagani tufayli ular g'arbga, nasroniylar hukmronlik qilayotgan hududlarga ko'z tika boshlashdi. G'arb esa nasroniylar hukmdorligida hali hanuz islom nimaligini bilmay kun kechirardi. Usmoniylar g'arbga,
Bir vaqtlar jahonning eng qudratli imperiyasi sanalgan Vizantiyaga urush e'lon qilishdi. Bu davrga kelib, Vizantiya imperiyasi kuchdan qolgan, 1000 yildan uzoqroq davom etgan umrining so'nggi kunlarini yashayotgan edi. Endi Vizantiya butun Yevrosiyoda yagona hukmron sanalmasdi. Imperiya salb yurishi oqibatida bir nechta kichik viloyatlarga bo'linib ketgan edi. Usmoniylar bu tarixiy vaziyatdan unumli foydalanishdi va tarqoq viloyatlarda o'z hukmronliklarini o'rnatib, G'arbiy Anatoliyani yagona davlat holiga keltirishdi. (1326 yil) Vizantiya imperiyasining eng kuchli shaharlaridan biri Bursa egallandi. Bu esa odatiy g'alabalardan biri sifatida e'tirof etilishi bilan birga, Usmoniy turklarining hayot tarzida ham katta o'zgarish yasadi. Bursa fathining ahamiyatli tomoni shundaki, Usmon va uning izdoshlari birinchi marta o'troq davlat sifatida shakllanish imkoniga ega bo'lishdi. Shu kungacha tinim nimaligini bilmagan ko'chmanchi qabilaning o'troq hayot tarzini tanlashi Usmoniylar saltanati tarixidagi eng katta o'zgarish bo'ldi. Tarix katta bir demografik voqeaga guvoh bo'ldi. Sababi bu yerda nafaqat biron bir qabila, nafaqat biron bir urug', balki butun bir sivilizatsiya ko'chmanchi hayotni o'troq hayot tarziga almashtirdi. Usmoniylar Bursani egallashdi. Uni poytaxt shahar deb e'lon qilishdi. Saltanat tom ma'noda shakllanib ulgurdi. Endi uni islom markaziga aylantirish, xalifalikni qayta tiklash va uni Usmoniylar saltanatiga olib kelish qolgandi xolos. Katta hududga egalik qilayotgan Usmoniylar endi yangi joylarni fath etish bilan chegaralanmay, o'z qaramoqlaridagi yerlarni ham tartib bilan boshqarish tizimini ishlab chiqishga majbur edilar. Ular Vizantiya imperiyasi vakillarining tajribasidan foydalangan holda bir talay qonunlarga o'zgartirishlar kiritishdi. Vizantiyaning soliq tizimi yangilandi. Sulton hukmronligi bilan birga vazir va maslahatchilardan iborat devon ham mamlakatni idora qilishga kirishdi. Usmoniylarning barcha qonunlari madaniy unsurlarga asoslanganligi bilan e'tiborga molik. Ular islom shariatiga asoslangan holda boshqa din vakillarini erkin hayot tarziga qarshilik ko'rsatishmadi. Bu esa saltanat obro'sini ancha ko'tarib yubordi. Usmoniylar boshqa din vakillariga qaraganda o'z birodarlari, musulmonlar bilan ko'p munozaraga kirisha boshlashdi. Bu esa atrofdagi islom viloyatlari bilan Usmoniylar munosabatiga jiddiy zarar yetkazdi. Usmoniylar yangi bir muammoga ro'baro kelishdi. Garchi ular bir talay islom viloyatlariga hukmronlik qilayotgan bo'lsalar-da, ularning har biri xalifalikni qo'lga kiritishni va unga o'zlari hukmronlik qilishni xohlashardi. Bu esa markazlashgan saltanat qurish istagidagi Usmoniylarni xavotirga sola boshladi. Oxir oqibat sulton hech kimga, hatto Usmoniylarga tobe musulmon viloyatlardan yig'ib kelingan askarlarga ham ishonmay qo'ydi. Boshqa musulmon viloyatlarning jangchilari sultonga xizmat qilishdan ko'ra o'z hukmronligi uchun kurashadi degan xavotirda Usmoniylar yangi armiya tuzishga qaror qilishdi. Buning uchun ular boshqa musulmon qabilalariga umuman aloqador bo'lmagan nasroniylarga murojaat qilib, ularni farzandlarini o'z tarbiyalariga olishdi. O'zlariga qo'shni Bolqon o'lkalariga borib, nasroniy go'daklarni saltanatga olib kela boshlashdi. Bu odat kutilganidan ham yaxshi natija berdi. Bolalar rasman olib qaraganda sultonga qarashli qul hisoblanishardi, ammo ularga qul kabi munosabat ko'rsatilmadi. Avvalo ular islomga kiritildi va islom asoslariga ko'ra tarbiya berildi.
turli mafkuralardan xoli go'daklarga yuvinish qonun-qoidalaridan tortib, barcha kundalik odatlar islomiy asoslarga ko'ra o'rgatildi. Ular arab, usmoniy tillarini mukammal egallashdi va sultonlikning eng ishongan farzandlari sifatida voyaga yetishdi. Bu go'daklarni porloq kelajak kutardi. Ular saltanatning oliy martabalari uchun tayyorlanayotganligi hech kimga sir emasdi. Bu hatto ba'zi musulmon oilalarni o'z farzandlaridan voz kechib, uni nasroniylardan yetim qolgan go'dak deya sultonlikka topshirishga unday boshladi. Tarbiyalanuvchilarning sultondan boshqa hech kimi qolmagandi. Bu tizim o'sha davrning eng oliy ta'lim tizimi edi deyish mumkin. Jahon bo'yicha bu kabi maktab yo'q edi u davrda. Maktab bitiruvchilardan esa tabiiyki sultonlikning eng yuqori lavozimlarini egallash kutilayotgandi. Dastlabki ta'lim bosqichini yakunlagan bolalar ikki qismga ajratildi. O'qishga layoqati bor deb topilgan guruh saroy maktablarida ta'lim olib, hatto ba'zilari keyinchalik bosh vazir darajasigacha ko'tarilishdi. Jismonan baquvvat deb topilgan bolalar esa yanicharilarga topshirildi. Yanicharilar bu sultonning xos askarlari, o'z davridagilarni qo'rquv, kelajak asrdagilarni esa havas bilan qarashga majbur qilgan mukammal armiya. Ular jismoniy kamchiliklardan xoli, qo'rquv nimaligini bilmaydigan harbiy mashinalar hisoblanishardi. Ularni hatto o'limdan ham qo'rqmagan deyishadi. Yanicharilarning yagona maqsadi sultonga xizmat qilish edi xolos. Sultonning xos armiyasi zamonaviy talablarga mos qilib tarbiyalandi. Armiyaga birinchi marta harbiy libos kiydirildi. Armiya birinchi marta chinakam armiya maqomiga ega bo'ldi. Yanicharilar g'arbni vahimaga solish bilan birga ulkan maqsadlar sari odimlayotgan sultonlikning ishongan tog'iga aylanishdi. Dunyo miqyosida tengsiz kuch maqomiga ega bo'lgan Usmoniylar 15-asr o'rtalariga kelib, Anatoliya kengliklaridan Bolqon bo'yi hududlarigacha kirib borishdi. Ammo asosiy maqsad hali orzuligicha qolib ketayotgandi. Usmoniy davlati Osiyodan to Yevropagacha kengayib, katta shaharlarda o'z hukmronligini o'rnatayotgan bir paytda, sultonlikning qoq markazidagi nuqta, dunyoning eng chiroyli, eng boy va eng jozibador poytaxt shahri Konstantinopolning hali hanuz Vizantiyaga, tugab borayotgan, ammo hali tugab ulgurmagan imperiyaga tegishli ekanligi Usmoniylarga tinchlik bermasdi. Usmoniylar uchun Konstantinopol siyosiy va iqtisodiy jihatdan katta ahamiyatga ega sanalardi. Ramziy ahamiyatning qanchalik katta ekanligi haqida esa gapirmasa ham bo'laveradi. U o'sha hududning eng muhim shahri sanalardi. Mantiqiy jihatdan olib qaraganda ham Usmoniylar hukmronlik qilayotgan hudud faqat o'sha shahardangina boshqarilishi mumkin edi xolos. Konstantinopolning fath etilishini Muhammad alayhissalom bashorat qilgan deyishadi. Hadis-i sharifda uni odil hukmdor qo'lga kiritadi deyilgan. Usmondan tortib Murodxongacha o'tgan barcha sultonlar 150 yil davomida payg'ambar bashoratini ro'yobga chiqarish uchun Konstantinopolga ko'z tikishdi. Shahar esa to bashorat sohibi taxtga o'tirmagunicha nasroniylar qo'lida qolaverdi. Keyin Usmoniylarning 7-sultoni Sulton Mehmet taxtga o'tirdi. 2 yil ichida u Konstantinopolni fath etib, Sulton Mehmet Fotih degan nom sohibiga aylandi. Saltanat doim hamma narsadan ustun turgan, hatto oiladan ham. Saltanat boshqa turk qabilalaridagi kabi kichik xonliklarga bo'linib ketmasin degan niyatda otasining o'rnini egallagan yangi sultonning aka-ukalari yo'q qilingan. Bu esa sultonlikni bo'linib ketishdan asrab qolgan. Balki bu vahshiy usuldir, ammo Usmoniylar sultonligiga katta foyda keltirgani aniq. Otasining o'rniga saltanatni egallagan yosh yigitlar taxt uchun kurashdan butkul xoli bo'lganliklari tufayli diqqat e'tiborni boshqa rejalarga qaratishgan.
19 yashar Mehmet taxtni egallagan kuniyoq asosiy maqsadi sari jiddiy kurash boshladi. Mehmet Konstantinopolni egallashi kerak edi. Uning oldida boshqa maqsad ham yo'q edi hisobi. Konstantinopol pishib yetilgan mevaday tovlanib, daraxtdan uzib olinishini kutib turardi. 15-asr o'rtalariga kelib shahar haqiqiy Konstantinopolning soyasiga aylanib qolgandi. Shahar aholisi esa 400 mingdan 50 mingga kamayib ketdi. Shunga qaramay, uni qamal qiladigan askarlarni katta muammolar kutardi. Konstantinopolning 3 ta tomoni suv bilan o'ralgan bo'lib, 4-tomonini qalin devorlar himoya qilardi. 3 qavat qilib qurilgan devorlarning balandligi 30 metrdan oshardi. Qalinligi esa 10 metrga yetardi. Ammo Mehmet bu devorlardan o'tish yo'lini topdi. Usmoniylarning harbiy mahorati har sohada kutilmagan yangiliklarga qo'l urganligi bilan izohlanadi. 1453-yil Konstantinopolni qamal qilinganda ham ular zambaraklarning yangi turini ishga solishdi. Avvallari to'p otilganidan keyin sovushi kutilgan temir zambaraklar Mehmetning ixtirosiga ko'ra moylab ishlatildi va ketma-ket o'q otilganda ham qizib ketmadi. Avvalgi zambaraklar quyma temir moslamasi sanalgani uchun yoqilg'i miqdorini o'q hajmidan ko'paytirishning iloji yo'q edi. Mehmet ixtiro qilgan zambaraklar esa bronzadan yasalgani uchun tez qizib ketmasdi. Zambarakning zaytun yog'i bilan moylab turilgani esa to'xtovsiz o'q otish imkonini berardi. Buning ustiga endi birinchi marta to'p tavakkal otilmaydigan bo'ldi. Ya'ni zambaraklarda mo'ljalga olish moslamasi ham hisob-kitob qilingandi. Ammo Mehmet bor umidini zambaraklarga bog'lab o'zini chegaralab qo'ygani yo'q. U Konstantinopol bilan Qora dengiz o'rtasidagi yagona bog'liqlik 1,5 kilometr kenglikdagi Bosfor bo'g'ozini to'sishga qaror qildi. Buning uchun Mehmet bo'g'ozning qulay bir yeriga to'g'on qurish rejasini tuzdi. Bu qulay yer shahar ostonasi, shahar devorlarining shundoqqina biqinidagi joylardan biri qilib belgilandi. Rosa 4 oy davom etgan qurilishda saroy ayollari tugul Mehmet sultonning o'zi ham xizmat qildi. Natijada Vizantiya qirolini ham xavotirga sola boshlagan Rumeli Hisor qal'asi qad rostladi. Bosfor bo'g'ozida to'la hokimlik o'rnatgan Mehmet sulton o'ziga bo'ysunmagan kemalarga hujum qilib, molini va jonini omon qo'ymadi. Mehmetning kemalari shaharga yaqinlashishi mumkin degan taxmin Vizantiya qirolini xavotirga sola boshlagach, Bosfor bo'g'ozining shaharga qaragan qismi zanjirlar bilan berkitildi. Ammo bu ham Usmoniylar saltanatining rejasiga to'siq bo'la olmadi. Bir 1453-yil 22-aprel kuni shahar qamal qilindi. Mehmet sultonga qarashli 70 ta kema bo'g'ozdagi zanjirni buzib o'tib, Konstantinopolga hujum boshladi. Shahar atrofi Usmoniylar armiyasining jangchilari bilan to'lib toshdi. 100 mingdan ortiq askar yig'ildi. Sulton Mehmet rejasiga ko'ra bo'g'oz qamalidan unumli foydalangan jangchilar endi Sulton Mehmetning boshqa bir ixtirosi, bronza zambaraklarni ishga tushirishdi. Dahshatli jang boshlandi. Qamal ostida qolgan shahar 7000 jangchisi bilan bir oyga yaqin himoyalandi. Ammo bu himoya ortiq bardosh bera olmasligini anglagan Vizantiya imperiyasi qit'adagi boshqa nasroniy o'lkalaridan yordam so'rashga qaror qildi. Yevropada bu paytda turklarga qarshilik ko'rsata oladigan kuchning o'zi qolmagandi. 15-asrda hech kim rivojlanib borayotgan Usmoniylar bilan tenglashishga qodir emas edi.
Yevropa qirollarining o'zlari ham siyosiy harbiy muammolar qurshovida kun ko'rayotganliklari sababli Konstantinopolga yordam yuborish olmadi. Bir 1453-yil 29-may kuni turk jangchilari shahar devorlaridan oshib o'tishdi. Bir necha soat ichida Konstantinopol Usmoniylar armiyasiga taslim bo'ldi. Mehmet shaharga katta xursandchilik bilan kirib keldi va birinchi bo'lib eng asosiy mukofot sari ot soldi. Uni Ayo Sofiya kutib turardi. 6-asrda Rum imperatorligi tomonidan qurilgan dunyodagi eng katta cherkov nafaqat Konstantinopolning, balki butun Vizantiya imperiyasining faxri sanalardi. Musulmonlarning boshqa guruhlari va hatto Usmoniylarning o'zlari ham ko'plab cherkovlarga guvoh bo'lishgan. Avvallari ham bir qancha cherkovlarni qo'lga kiritishgan. Ammo ular Ayo Sofiya kabi ajoyib cherkovni hali uchratishmagandi. Bunaqa cherkovni boshqa joyda hali hech kim uchratmagandi. Ayo Sofiya dunyoning eng chiroyli inshooti, arxitektura sohasida erishilgan eng oliy cho'qqi sanalardi. U jahondagi eng katta va eng baland qubbasi bilan, oltin mozaikasi va 4 ta ajoyib minorasi bilan savlat to'kib turardi. Sulton Mehmet uchun Ayo Sofiya shahardagi eng oliy mukofot sanalardi. Cherkovning ichida birinchi marta arabcha ovoz yangradi. Usmoniylar Ayo Sofiyaning ichiga islomning ilk ustunini o'rnatishdi. Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad uning payg'ambari. Nasroniylar o'lkasidagi eng katta cherkov masjidga aylantirildi. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Ayo Sofiya Usmoniylarning keyingi masjid va madrasalari uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qildi. Ayo Sofiya kabi o'nlab, yuzlab masjidlar qurildi. Ammo birontasi ham unga tenglasha olgani yo'q. Konstantinopolni qo'lga kiritgan Sulton Mehmet Fotih aynan shu masjidni qo'lga kiritdi. Uning ajoyib g'alabasi tez orada butun dunyoda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Yevropaliklar uchun bu chinakam falokat edi. Konstantinopol axir boshqacha qilib aytganda yangi Rim sanalardi. Nasroniylarning g'arbdagi hukmronligiga ramziy ishora edi u. Usmoniylar davrida hukmdorlar mavjud barcha lavozimlarga egalik qilishni xush ko'rishardi. Ular o'zlarini turkcha nom bilan xon, forscha nom bilan shahanshoh va arabcha nom bilan sulton deb atashga odatlanishgandi. Vizantiya imperiyasi butkul Usmoniylar qaramog'iga o'tgach, endi turk sultonlari yangi bir lavozimga ega bo'lishdi. Muqaddas Rum imperatori. Usmoniylar davlatining chegaralari shundoq Yevropa ostonasiga kelib qolgandi. Endi ularning azaliy orzulari naqadar yaqin qolganini anglash qiyin emasdi. Turklar Yevropa fathiga bel bog'lashdi. Bu orzuni ro'yobga chiqarish esa turklarning eng sharafli sultonlaridan biriga nasib etdi. U islom taqvimiga ko'ra 10-asr boshida tavallud topdi va Usmondan keyingi 10-sulton sifatida taxtga o'tirdi. Yosh chog'laridanoq uning kelajakda katta ishlarga qo'l urishi sezilib turardi. Munajjimlarning hisobiga ko'ra, u yulduzlarning antiqa joylashuvi payti dunyoga kelgan. Uni ba'zilar hatto Sohibqiron, butun yer yuziga hukmdor bo'ladigan shaxs deb nomlashgan. Yevropada uni Muhtasham Sulaymon deb atashdi. Islom o'lkalarida esa Qonuniy Sulton Sulaymon degan nom bilan mashhur bo'ldi. Usmoniy saltanati aynan Sulton Sulaymon davrida eng katta hududga egalik qildi. Sulaymon o'z davrining eng kuchli muallimlaridan bilim oldi va yoshligidanoq saltanat uchun tayyorlana boshladi.
Shahzodalik chog'ida u bir talay do'stlar orttirdi. Shu do'stlardan biri keyinchalik nafaqat Sulton Sulaymon hayotida, balki butun saltanat tarixida ham katta o'zgarishga sabab bo'ldi. Hali sultonlik lavozimiga o'tirmasidan oldin Sulaymon bir grek tengqo'ri bilan do'stlashib qoladi. Islom dinini qabul qilgan bu yigit hatto ismini Ibrohim deb o'zgartiradi. Ikki do'stning yoshi deyarli bir xil bo'lgan deyishadi. Ular dunyoqarash, bilim, tarbiya, qiziqishlar masalasida ham ma'lum davrgacha bir xil tarbiya olishgan. Sulaymonning otasi vafot etib, sultonlik unga meros bo'lib o'tganidan keyin esa ikki do'st Istanbulga yo'l olishadi. Sulaymon taxtga o'tirganida 26 yoshda edi. Ammo saltanatni boshqarishda u o'z vazirlaridan bemaslahat biron bir ish qilish huquqiga ega emasdi. Endi sulton bo'lib tayinlanganida Sulaymonga bosh vazir ham, boshqa vazirlar ham bo'ysunishni xohlashmasdi. Atrofdagilar uni haqiqiy hayotdan bexabar, sultonlik majburiyatlarini o'z yelkasiga olishga hali yetilib ulgurmagan 26 yashar bolakay deb hisoblashardi. Harbiy generallar uchun esa Sulaymon haqiqiy jang maydonini ko'rmagan erkatoy shahzoda edi xolos. Sulaymon qo'l ostidagilarning hurmatini qozonish uchun jang maydonida o'zini ko'rsatishga qaror qildi. U yangi o'lkalarni fath qilishni rejalashtira boshladi. Usmoniylar bu paytda Kurdiston, Misr davlatlariga egalik qilishardi. Islom olamining eng muqaddas shaharlari Makka va Madina ham Usmoniylar davlatiga qarashli edi. Sulton Sulaymon Yevropaga ko'z tikdi va birinchi bo'lib Belgrad shahriga hujum boshladi. Usmoniylar saltanatida har bir yangi sulton to ma'lum bir majburiyatni bajarmagunicha haqiqiy sulton hisoblanmasdi. Shu majburiyatlardan biri va eng asosiysi yangi o'lkalar fathi sanalardi. Sulaymon taxtga o'tirgandan 1 yil o'tar o'tmas Belgradga qo'shin soldi va uni qo'lga kiritdi. Usmoniylar armiyasi endi Yevropa ostonasida turishardi. Yevropani fath qilishga navbat yetgandi. 1522-yil Sulton Sulaymon hozirgi Gretsiya hududidagi Rodos oroliga hujum qildi. Nasroniylar armiyasiga qarashli dengiz qaroqchilarining asosiy markazi sanalgan bu orol islom savdogarlariga anchadan beri tinchlik bermayotgan edi. Orolning 50 ming himoyachisi o'sha davrda dunyoning eng kuchli armiyalaridan biri hisoblanardi. Sulaymon ularga qarshi zambaraklar bilan kurashishning foydasi yo'qligini angladi va kamdan-kam ishlatiladigan antiqa bir usul qo'llashga qaror qildi. Usmoniylar katta kemalarni boshqarishda shu qadar mohir bo'lib ketishgandiki, butun bir orolni faqat kemalarda turib qamal qilish ham ularga unchalik qiyinchilik tug'dirmasdi. Usmoniylar Rodos orolini o'rab olgach, markaziy bandargoh atrofida 50 ga yaqin xandaq qazishdi va uni portlovchi moddalar bilan to'ldirishdi. Portlash yuz bergach, 6 soatga yaqin jang bo'lib o'tdi. Ammo turklar baribir orolga kira olishmadi. Keyin esa asosiy reja amalga oshirildi va orol qamal qilindi. Dastlabki hujumda raqibni qaytarishga erishgan rumliklar 145 kunlik qamaldan so'ng mag'lubiyatni tan olishga majbur bo'lishdi. Usmoniylar g'alaba qozonishdi. Ushbu muvaffaqiyat Rodos orolini Usmoniylarga olib berish bilan chegaralangani yo'q. Ushbu muvaffaqiyat Sulton Sulaymonning nimalarga qodir ekanini ko'rsatib berdi. Nafaqat o'z vazir va qo'mondonlari uchun, balki butun Yevropa qirollari oldida o'zining tajribasiz bolakay emasligini isbotlagan sulton endi yana yangi o'lkalarga ko'z tika boshladi. G'arb olami uchun u chinakam dushmanga aylandi. Borib Yevropa Sulaymon degan ismdan vahimaga tushadigan holga keldi.
Ammo Usmoniylar saltanatida Sulton Sulaymon boshqa bir xizmatiga ko'ra e'zozlana boshlandi. Usmoniylar chinakam byurokrat sanalishardi. Ular nimaiki hujjat bor, barini qog'ozga tushirishdan erinishmasdi. Davlat tizimi ham qonunlarni qayta ko'rib chiqilishiga ehtiyoj sezib qolgandi. Ayniqsa huquqiy tizim, kimni qanday mavqega egalik qilishi va unga yuklanadigan majburiyatlar aniq bir tartibga solinmagandi. Sulaymon saltanat uchun zarur huquqiy qonunlar tizimini shakllantirib berdi. U ishlab chiqqan qonunlar asrlar o'tib hatto dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi konstitutsiyalardan ham joy oldi. Sulaymonni Yevropada buyuk turk, muhtasham Sulaymon deb bilishadi. Turklar esa uni Sulaymon qonuniy deb atay boshlashdi. Sulaymon qonuniy saltanatni yangi inshootlar bilan bezatishga jiddiy e'tibor qaratdi va o'z davrining buyuk me'morchilik davri deb atalishiga ham katta hissa qo'shdi. Sulaymon boylikni ancha aql bilan sarflagan sulton hisoblanadi. U me'morchilikka shu qadar ko'p mablag' ajratdiki, natijada hozirgacha butun dunyoni hayratga solib kelayotgan binolar, inshootlar bunyod qilindi. Buyuk me'morchilik obidalari ma'lum ma'noda insonning o'zini tutishiga, qalbiga ham ta'sir ko'rsatadi. Musulmonlar buyuklik va ulug'vorlik deganda eng avvalo Allohni yodga olishadi. Sulaymon qurdirgan buyuk va ulug'vor binolar Allohning saltanati naqadar katta ekanini eslatib turardi. O'sha davrning eng buyuk me'mori shubhasiz Me'mor Sinon sanaladi. Me'mor Sinonning buyukligi shunday ediki, u birinchi bo'lib qubbali masjidlar loyihasini ishlab chiqdi. Yarim asrlik faoliyati davomida 300 ga yaqin bino qurishga muvaffaq bo'ldi va islom olamining eng muqaddas shaharlaridan biri sanalgan Quddusda Hazrati Umar masjidini butkul ta'mirdan chiqardi. Tabiiyki, Me'mor Sinonning eng buyuk xizmati Sulton Sulaymon uchun Istanbulda bunyod qilingan Sulaymoniya masjidi sanaladi. Sulton Sulaymon qurdirgan binolar juda ulkanligi, ajoyibligi, go'zalligi, me'morchilik nuqtai nazaridan olib qaraganda ham mukammal ishlanganligi bilan ajralib turadi. Ularning har biri uchun yuzlab mohir ustalar diqqat e'tibori va bir necha yil og'ir mehnat talab qilingan. Aytishlaricha, Sulton Sulaymonning o'zi har bir qurilishda bosh-qosh bo'lgan, zarur yordam va mablag'ni ayamagan. Tabiiyki, bu binolar haybati nafaqat Usmoniylar saltanatining, balki saltanat asosi sanalgan yagona iymon ittifoqining ham obro'sini, kuch-qudratini bildirib turardi. Muhammad alayhissalom ta'limotiga ko'ra, masjid jamiyat hayotining markaziy binosi sanalgan. U yer ibodat uchun xizmat qilish bilan birga kasalxona, maktab, madrasa va kutubxona vazifasini ham o'tagan. Istanbuldagi Sulaymoniya masjidi bu borada har tomonlama mukammal misol bo'la oladi. Ayo Sofiya masjididan ham kattaroq joyni egallagan Sulaymoniya masjidi hali hanuz Istanbul shahriga ko'rk berib turibdi. Sulaymon san'at sohasiga ham katta e'tibor bilan qaradi. Mamlakatda birin-ketin buyuk san'atkorlar yetishib chiqa boshladi. Boshqa sohalar qatori san'at ham rivojlandi. O'sha davrda san'atning eng asosiy tarmog'i sanalgan me'morchilik esa Usmoniylar saltanatining oltin asrini o'z misolida yaqqol ko'rsatib berdi. Rivoyatlarga qaraganda, Sulaymonning o'zi ham zargarlik bilan shug'ullangan. Usmoniylarning boshqa sultonlari kabi u ham ma'lum bir kasb egasi hisoblangan. Saltanatdagi me'morlar, boshqa kasb ustalari yangi rejalarni albatta sulton bilan bamaslahat amalga oshirishgan. Sulton o'z fikrini bildirib, ma'lum bir tuzatishlar kiritgan. San'atkorlar sultonning maqtoviga sazovor bo'lish uchun o'z ishlarini maromiga yetkazib bajarishga harakat qilishgan. Sultonning maqtoviga sazovor bo'lishni foydasi haqida esa gapirmasa ham bo'laveradi.
Usmoniylar bugungi Yevropa hayotiga juda katta ta'sir o'tkazishdi. Ham siyosiy, ham ijtimoiy ma'noda Yevropa Usmoniylar saltanatidan ancha qarzdor. Madaniy jihatdan esa 16-asr Usmoniylar hayoti bugungi Yevropa madaniyati bilan solishtirganda ancha saviyali sanalgan. Usmoniylar saltanatini hech shubhasiz butun insoniyat tarixidagi eng buyuk davlatlardan biri deb e'tirof etishimiz mumkin. Sulton Sulaymon shu qadar obro'li shaxs ediki, atrofdagilar uning iznisiz biron bir gap aytishga jazm qila olishmasdi. Biz uchun tasavvur qilish ancha qiyin, ammo 6000, 7000 yanikarlar va yana bir qancha boshqa ayonlar to'plangan yig'ilishda hech kimning sulton iznisiz biron bir so'z aytmasligi ajoyib holat. Buni chinakam yakka hokimlikka, hatto agar ta'bir joiz bo'lsa, sultonning muqaddas bir shaxs darajasiga ko'tarib yuborilganiga o'xshatish mumkin. Sulaymonning hurmati ortib borgani sayin uning yoshlikdagi do'sti Ibrohim ham saltanatning yuqori pog'onalariga ko'tarilib kelayotgandi. Borib Ibrohim Sulaymonning bosh vaziri etib tayinlandi. Sulton ikkisi shunchalik yaqin bo'lib ketishdiki, Sulaymon unga o'z singlisini turmushga berishga qaror qildi. Ibrohim saltanatda Sulaymondan keyingi ikkinchi odam maqomiga ko'tarildi. Hatto o'z armiyasini tuzishga, shu armiya bilan bir qancha shaharlarni mustaqil fath qilishga muvaffaq bo'ldi. Ammo Sulton Sulaymon eng yaqin do'sti, kuyovi Ibrohimdan ham ko'ra boshqa bir kuch tomonidan boshqarila boshlandi. Yevropaliklarning fikriga ko'ra, sultonning qullari, xizmatkorlari deb ta'riflanadigan haram bu davrda chinakam kuch maqomini qo'lga kiritdi. Haram deb sultonning xos xonasiga saroyning ayollar uchun ajratilgan qismiga aytilgan. Bu yerda hamma sharoit yaratilgan bo'lib, sultonning qonuniy xotinlari va cho'rilari istiqomat qilishgan. Bu joy sultonning yotoqxonasi hisoblangan. Islom qoidalariga ko'ra sulton 4 ta xotin va ularga xizmat qilish uchun istalganicha cho'rilar saqlash huquqiga ega bo'lgan. Haram sultonning izdoshlari, merosxo'rlari dunyoga keltiriladigan joy hisoblangan. Ammo doimo belgilangan joyda yashashga majbur qilingan ayollar haram ichida erkin hayot kechirishgan deyish mushkul. Sulton ham u yerda o'zini erkin his qila olmagan. Bu xuddi sharq ertaklaridek, menga mana bu qiz yoqib qoldi, haramimga eltinglar qabilida amalga oshirilmagan. Sultonlar belgilangan tartibda nasl nasabli va oliy tabaqaga mansub qizlarga uylanishgan. Sulaymonning birinchi xotini unga o'g'il hadya etdi. Bolaga Mustafo degan ism berildi. Hammasi risoladagidek ketayotgan edi. Ammo 30 yoshlarga to'lganida Sulton Sulaymon bir asira qizga oshiq bo'lib qoladi. Kelib chiqishi Polshaga borib taqaladigan bu qiz sharqda Hurram, g'arbda esa Raksalana nomi bilan tarixga kirdi. U sulton haramida shu qadar katta obro' qozondiki, hech kimga ishonmagan sirlarini ham Sulaymon unga ishonadigan, ko'p ishlarda Raksalana bilan maslahatlashadigan odat chiqardi. Sulton xos ayollari tomonidan juda katta diqqat e'tibor bilan himoya qilinardi. Shu qadar himoya qilinardiki, sultonning atrofida o'ziga xos vakuum, bo'shliq shakllanib qola boshladi. Bu vakuumga faqat 8 ta xos vazir va haram vakillari kira olishardi xolos. Bu esa haramdagilarga ham xuddi vazir darajasini, sulton bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'lgan xos tabaqa maqomini bera boshladi. Sulton Sulaymonning eng sevimli rafiqasi Raksalana xuddi bosh vazir maqomiga ko'tarildi. Sulaymon har tomonlama mukammal sulton, o'ziga xos ajoyib xarakter sohibi hisoblangan. U atrofdagilardan o'zini baland tutmaslik, ularning fikrini tinglay olish va oqilona munosabatda bo'lish xususiyatiga ega edi. U farzandlari uchun ham, oilasi uchun ham eng muhimi, san'at ishlariga ham vaqt topa olardi va hech kimni bee'tibor qoldirmasdi. Eng suyukli rafiqasi Raksalana tabiiyki Sulaymon uchun boshqalardan ko'ra ancha yaqin sanalgan.
Sulaymon saltanatni katta farzandi Mustafoga hadya etishga qaror qildi. Usmoniylar an'anasiga ko'ra yosh shahzoda harb ishlariga jalb etildi va tez orada iqtidorli qo'mondon sifatida nom qozondi. Mustafoning muvaffaqiyatidan quvongan Sulaymon saltanat ishonchli qo'llarga o'tishi va katta muvaffaqiyatlar qozonishiga ishonch hosil qila boshladi. Men Allohning quli va saltanatning sultoniman deb shukr qilardi Sulaymon har safar yangi o'lka fath etilganida. Uning ismi juma kunlari Makka va Madina shaharlarida xutbaga qo'shib o'qila boshlandi. U Bag'dodda shahanshoh, Vizantiya imperiyasiga qarashli hududlarda imperator, Misr aholisi uchun esa sulton maqomiga ega bo'ldi. Ayni kuchga to'lgan davrda Sulaymon biron bir raqibidan xavfsiramaydigan, dunyoning hech qaysi burchagida tengi yo'q hukmdorga aylandi. Ammo sharqda saltanatning yangi dushmani tug'ilayotgan edi. Fors Safoviylari sultonning yakka-yu yagona raqiblariga aylashdi. Shia oqimiga mansub bu guruh Usmoniylar qalbiga vahima olib kirdi. Kelib chiqishiga ko'ra, Safoviylar ham aslida turk qabilalariga borib taqalishadi. Hatto ularni so'zlashuv tili ham turkchaga juda yaqin bo'lgan. Ammo nasroniylar hukmdorligidagi g'arbga hujum qilayotgan Usmoniylardan farqli o'laroq, Safoviylar islom o'lkalariga urush e'lon qilishdi. Safoviylar sharqda katta kuchga aylanishdi. Endi Usmoniy sultonlari sharqdagi chegaralari haqida ham bosh qotirishga majbur bo'lishdi. Safoviylar islomning Shia oqimiga mansub guruh sanalganliklari uchun sunniy oqimidagi barcha musulmonlarni, shu jumladan Usmoniylarni ham o'zlariga dushman hisoblashardi. Shialar e'tiqodiga ko'ra, islom xalifasi payg'ambar avlodiga mansub odamlardan tayinlanishi kerak. Sunniy oqimining fikri esa xalifaning payg'ambarga qarindosh bo'lishini e'tiborga olmasdi. Shialar dastlabki 4 xalifadan faqat Alini tan olishardi. Sunniy oqim uchun esa ularning 4talasi ham payg'ambar izdoshlari hisoblanishardi. Aynan shu farq tufayli islom ikki oqimga bo'linib ketdi, Shia va sunniy oqimiga. Bu oqimlar orasidagi kelishmovchilik to bugungi kungacha hal etilgani yo'q. Mening fikrimga ko'ra, to Safoviylar bosh ko'tarmagunicha Usmoniylar o'zlarini sunniy deb hisoblashmasdi. Safoviy guruhi islom o'lkalariga hujum qila boshlagach, Usmoniylar saltanati sunniy oqimini fikrini qo'llab-quvvatlay boshladi. Garchi aslida boylik, yer, chegara uchun jang qilingan bo'lsa-da, Safoviylar va Usmoniylar g'oyaga ko'ra ham chinakam dushmanlarga aylanishdi. Usmoniylar saltanatining eng nozik nuqtasi G'arbiy Anatoliya chinakam jang maydoniga aylandi. Fors qabilalariga mansub Safoviy armiyasi turk Usmoniylarini sekin asta bu hududdan siqib chiqara boshlashdi. Safoviylar Usmoniylardan faqat harb sohasida emas, balki san'at, madaniyat borasida ham ustunlik qilishga intila boshlashdi. Safoviylar buyuk san'at sohiblari sanalishadi. Yevropa ham ularni harbiy yurishlari, davlat tuzumidagi yangiliklari tufayli emas, balki ajoyib san'at asarlari tufayli tanishga muvaffaq bo'lgan. Erondagi Isfaxon shahri so'zimga yaqqol misol bo'lishi mumkin. Safoviylarning poytaxti sanalgan bu shahar dunyoning eng go'zal shaharlariga tenglashtirilishi mumkin. Isfaxon Usmoniylar poytaxti Istanbulga umuman o'xshamasdi. Isfaxonda o'ziga xos binolar, me'morchilikning yangi namunalari qad rostladi. Safoviylar me'morchilik obidalariga yangicha tus berishdi. Oltindan ishlangan qubbalar, binolarning did bilan bezatilgan mayda unsurlari Istanbuldagi haybatli inshootlardan butkul farq qilardi. Usmoniy o'lkalariga ayg'oqchilar jo'natish bilan shug'ullana boshlagan Safoviy shohlari shialikni targ'ib qilishga kirishdi. Ammo Sulaymon g'arbdan ko'zini uza olmasdi.
Kurdistondan tortib Misrgacha cho'zilgan Usmoniylar saltanatining Vengriyani ham fath etganligi uni butun Yevropaga hukmronlik qilishga undardi. Tarqoq Yevropada o'z hukmronligini o'rnatish va butun qit'ada islom bayrog'ini ko'tarish orzusi Sulaymonga sira tinchlik bermasdi. Sulton Sulaymon Avstriyaga hujum boshladi. Agar Vena shahri fath etiladigan bo'lsa, Yevropa markazidagi Augsburg imperiyasi, keyin esa butun qit'a Usmoniylar qaramog'iga o'tishi mumkin edi. Ammo 1529-yil 27-sentyabr kuni Venaga qilingan hujum noqulay ob-havo tufayli muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Usmoniylarning asosiy kuchi sanalgan bronza zambaraklar loyga botib qolib, shahar yaqinigacha yetib bormadi. Zambaraklarsiz hujumni davom ettirgan Sulaymon faqat yengil qurollar bilan Venani qamal qildi. Ammo shahar taslim bo'lishni xohlamadi. To qish yakunlashgunicha Venaga kira olmagan Sulaymon shaharga keyinroq kirishni rejalashtirib chekindi va Venaga boshqa qaytmadi. Sulaymonning Venani mag'lubiyat bilan tark etganligi Yevropada katta voqeaga aylandi. O'zingiz o'ylang, axir bu Usmoniylarning so'nggi yillardagi birinchi jiddiy mag'lubiyati edi. Avvallari Usmoniylarga qarshi g'alaba nimaligini bilmagan Yevropa uchun yangi davr boshlandi. Ammo Sulton Sulaymon va uning saltanati umrining oxirigacha Yevropadan biron bir zarar ko'rmadi. Sulaymon va uning saltanatini sharqdagi Safoviylar va o'z oilasi a'zolari barbod qilishdi. Sulaymon 16-asr uchun odil hukmdor ramzi sifatida tarix sahifalaridan joy oldi. Ammo odilligiga qaramay uning hayoti fojiaviy tarzda yakun topdi. Fojianing asosiy sababi sultonning xos haramidagi ichki nizolarga borib taqaladi. Saltanatning markaziy saroyida ayollar uchun xona ajratilmagandi. Ular eski saroy deb atalgan alohida binoda istiqomat qilishardi. Ammo Roxalana bunga e'tiroz bildira boshladi. Sultonning uzoq vaqt safarda yurishi, haram a'zolarini esa bir joydan chiqmay kun kechirishlari uni zeriktirardi. Kutilmaganda eski saroyda yong'in chiqib, Roxalana vaqtinchalik asosiy saroyga ko'chib o'tish imkoniyatiga ega bo'ldi. U xursandchilik bilan asosiy saroyga ko'chib o'tdi. Endi u saltanatning markazida istiqomat qilardi va saltanatning markaziga aylangandi. Hammadan, hatto shahzodadan ham shubhalanishga tushgan Roxalana tez orada sultonning aqlini ostin-ustun qilib tashladi. U erini juda yaxshi ko'rardi. Unga fidoi ayol edi. Erining atrofidagi hammadan shubhalana boshlagach, ularni yo'qotish payiga tushdi. Eng avvalo Ibrohim shubha ostiga olindi. Roxalana erini Usmoniylar saltanatini himoya qilish uchun Ibrohimdan voz kechish kerakligini his qildi va uni saltanatdan chetlashtirdi. 1536-yil 15-mart kuni Sulaymon va Ibrohim odatdagidek birgalikda tushlik qilishardi. Kun bo'yi o'zini lohas his qilib yurgan Ibrohim shu kuni kechga yaqin vafot etadi. Ammo bu Roxalana rejalashtirganidek Sulaymonning ishlarini yaxshilash o'rniga butkul teskari natija berdi. Sulaymonning ishlari orqaga keta boshladi. Saltanat sekin-asta parokandalikka yuz tutayotganini sezgan Roxalana bu safar shahzoda Mustafoni yo'qotish rejasini tuza boshladi. Safoviylar bilan ittifoq tuzgan degan xavotirda Sulaymon xotinining gapiga kirib, jonajon o'g'li Mustafodan yuz o'girdi.
Usmoniylar tarixida bu birinchi hodisa emasdi. Avvallari ham otasining o'rnini egallash uchun bosh ko'targan farzandlar uchrab turgan. Shuning uchun Sulaymon bu voqeadan katta fojia yasamaslikni ma'qul ko'rdi. Ota o'z farzandini o'limga buyurdi. Usmoniylar saltanatining shahzodasi Mustafa Sulton Sulaymon buyrug'iga binoan qatl qilindi. Mustafoning jasadi keltirilganida Sulaymon uni bir necha kun saroyda saqlab aza tutdi. Saltanatning eng katta umidi hayot bilan vidolashgani uchun Sulaymon karaxt ahvolga tushib qoldi. Oradan bir yil o'tib, Raksalana ham vafot etdi. Eng yaqin odamlardan ayrilgan sulton judolikka chidolmay she'riyatga qo'l urdi. Sulaymonning aksariyat she'rlari Raksalananing vafotidan keyin yozilgan. Balki shuni uchundir. She'rlarida yolg'izlik, mahzunlik hissi bo'rtib turadi. Sulaymon uchun ham endi hayotni qizig'i qolmagandi. Jami ko'shk saroylar nurar basma-bas. Farzand va do'stu yor ketdilar abas. Ko'shku saroylarda qolmadi rohat. Yolg'izlik Allohning sifati faqat. Sulaymon saroy ishlari bilan ham, she'riyat bilan ham ovunmadi. Uning uchun endi bitta ovunchoq qolgandi xolos, jang maydoni. Yaqin birodarlaridan ayrilgan sulton yana jang maydoniga qaytdi. U shaxsan o'zi rahbarlik qilib, 13 ta jangda ishtirok etdi. Oxirgi jangida esa xuddi urush maydonidan tirik chiqmasligini bilgandek, raqib ustiga birinchilardan bo'lib ot soldi. Dunyoning eng katta saltanatiga eng uzoq davr hukmronlik qilgan sulton Sulaymon 1566-yil Vengriya chegarasida jang maydonida vafot etdi. O'sha u 67 yoshda edi. Saltanat bosh qo'mondonlari uning jasadi atrofida hozir bo'lishdi. Bu Usmoniylarning eng ulug' hukmdorlarining jasadi edi. Dunyo hukmronligi, taraqqiyot markazi shu kundan boshlab O'rta Yer dengizi hududlarini tark etdi va Yevropada qo'nim topa boshladi. Istanbuldagi Sulaymoniya masjidi bugun ham Sulton Sulaymon davridagidek musulmonlar bilan to'la. Ular hatto Sulaymondan ham avvalroqqa Hazrati Muhammad alayhissalomga borib taqaladigan kundalik ibodatlarini kanda qilayotganlari yo'q. Siz odamlar uchun chiqarilgan millatlarning eng yaxshisi bo'ldingiz deb murojaat qiladi Qur'on musulmonlarga. Haqni tanish va yolg'onga jim qarab turmaslik ularning eng oliy sifati. Ularning eng asosiy kuchi esa qalbdagi iymoni, yagona Allohga bo'lgan ishonch. Islom va g'arb sivilizatsiyasi bitta o'zakka borib taqaladi. Ularning har ikkisi ham hozir dunyo taraqqiyotida o'ziga xos o'ringa ega. Islom 14 asrlik tarixi davomida dunyoning ko'plab taraqqiyotlariga o'z ta'sirini o'tkazdi. Va bugun eng tez rivojlanib borayotgan din maqomini qo'lga kiritdi. Bugungi kunda islom kattaligiga ko'ra jahonda ikkinchi o'rinni egallaydigan din. Kelajak avlodlarga qoldirilgan eng qimmatbaho ne'mat.